Tartish kuchi 4 cho'ng asosiy kuchning biri. Shundaqla 4 kuch ichidagi eng ojiz bo'lgan kuch hisoblanadi. Jismning massasi qancha cho'ng bo'lsa, paydo bo'lgan tartish kuchi ham shuncha kuchli bo'ladi. İnsanlarning tartish kuchiga bo'lgan haqiqiy tonishi Newton davridan boshlangan. 1687-yili dongli olim Isaac Newton tabiat falsafasining matematikalik qonuniyatini e'lon qilib, olamlik tartish kuchi qonuniyatini o'ttirib qo'ygan. Olamlik tartish kuchi bizga hamma jismlarning orasida bir-birini jalb qilish kuchi borligini bildirdi. Ikki jismning tartish kuchining cho'ng kichikligi o'ng tanasib bo'ladi. Ular bilan bo'lgan orliqning kvadrati ta'tir tanasib bo'ladi. Shunga biz olamlik tartish kuchi qonuniyati orqali osmon jismlarining harakat qonuniyatini bilalaymiz. 1846-yili Fransiya astronomiya olimi Obelneves olamlik tartish kuchi qonuniyati orqali Neptunning o'rnini mo'lchallagan. O'xshashla shu yili Germaniya astronomiya olimi Guillermo Neptunni bayqagan. Shunga Neptun hozir biz biladigan planetlarning biriga aylangan. Garchi Newton olamlik tartish kuchi qonuniyatini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin u olamlik tartish kuchining zoti qanday paydo bo'ladiganligini bilmaydi. Chunki olamlik tartish kuchi qonuniyati orqali Merkuriyning Quyoshga yaqin nuqtasining perturbatsiyalik masalasini tushuntirgil bo'lmaydi. Shundaqla nima uchun Oy sharining Yer sharining aylanishining mohiyatini bilgil bo'lmaydi. Bu masalalar uzun muddat keyingi fizika olimlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. 1915-yili Einsteinning keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasi paydo bo'lgandan keyin ondan bu masalalar asta-asta yechildi. Einsteinning keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasi mundaq deb qaraladi. Bo'shliq elastiklikka ega bo'lib, tartish kuchi amaliyotda vaqt bo'shliqning egilishini keltirib chiqaradigan geometriyalik hodisa. Bo'shliq xuddi bir parcha nepiz ham yumshoq pardaga o'xshaydi. Massalik jism bo'shliqning egilishini keltirib chiqaradi. Jismning massasi qancha cho'ng bo'lsa, vaqt bo'shliqning shuncha egilishini keltirib chiqaradi. Yer sharini misol olsak, g'oyat zo'r bo'lgan yer sharining massasi vaqt bo'shliq agirlik shaklini keltirib chiqargan. Shunga Oy shari yer shari massasi keltirib chiqargan o'yimsimon bo'shliqni cho'rdab to'xtamay aylangan. Bizning Quyosh sistemamizda Quyosh butkul Quyosh sistemasi massasining %99 da %86% ni egallaydi. Shunga yer shari yana Quyoshni cho'rdab aylanadi. Navbatda butun olimlar tartish kuch qonuniyatining bu mohiyatini e'tirof qilgan. Amaliyotda massa vaqt bo'shliqning egilishini keltirib chiqaradigan bir xil hodisa.